Isroil Eronga halokatli zarbalar berishda davom etyapti. Forslar esa kuzatuvchilar ko'z o'ngida falajlangandek taassurot uyg'otgan. Isroil Eronga qarshi hujumning ikkinchi to'lqinini ham amalga oshirishga ulgurdi. Yahudiy davlati ikkinchi zarbalar paketini hatto keng ko'lamda amalga oshirdi. Ilk hujumdan keyin hali o'ziga kelib ulgurmagan Eron uchun bu to'lqin katta talafotlar olib kelgani aytilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Sahalning ikkinchi hamlasi Tabriz, Hamadon, Kermonshoh va Xurramobod shaharlariga qaratilgan. Bu safar avvalroq hujum qilingan Natans yadroviy inshootiga yana zarba berilgan. Sherozdagi Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusining raketa obyekti, Kermonshoh shahridagi harbiy bazalar, turli joylardagi aerodromlar va uranni boyitish inshootlari Isroilning navbatdagi nishoniga aylangan. Bir necha soatlar ichida ketma-ket 2 bor keng ko'lamdagi hujumga uchragan Eron rasmiy idoralari hozircha faqat ijtimoiy tarmoq platformalaridagi sahifalarda Eronning javobi qudratli va qonuniy bo'ladi. Isroil mazkur harakatlari uchun pushaymon bo'ladi. Biz urushga tayyormiz va shunga o'xshash mazmundagi postlar chiqarish bilan band edi. Avvalroq Isroilning Eronga bergan zarbalari ortidan Tehron javob sifatida yuzlab dronlar uchirgani haqida chiqqan xabarlar ham noaniq. Erondagi ommaviy axborot vositalarining mamlakat xavfsizlik kuchlaridagi manbalariga tayanib xabar berishicha, ular javob hujumi haqidagi xabarlarni tasdiqlamagan. Biroq Eron qurolli kuchlarining X'dagi sahifasida 800 dan ortiq dron Isroilga qarab yo'l olgani haqida avvalroq xabar berilgandi. Shuningdek, tarmoqlarda Isroilning bir qancha nuqtalarida havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangragani, Iordaniya poytaxtida ham shunday holat kuzatilgani haqida xabarlar tarqalgan. Ayni damga kelib esa Isroilning Eron infratuzilmalariga beradigan keyingi zarbalari rasmiy Tehronning hozirgi karaxt ahvolidan kelib chiqqan holda shunchaki vaqt masalasi bo'lib qolgandek taassurot paydo bo'lgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar to'g'risidagi raqamlar esa yangilanib boryapti. Xususan, oldinroq Isroilning havo hujumlari oqibatida Eron qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Muhammad Bag'iriy halok bo'lgandi. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra esa uning qizi Farishta Bag'iriy ham Isroil hujumlari oqibatida vafot etgan. Bu haqda Farishta ishlagan Defa Press axborot agentligi xabar berdi. Isroil esa 24 soatdan kamroq vaqt ichida 20 ga yaqin yuqori martabali Eron qo'mondonini o'ldirganligi aytilmoqda. Umumiy hisobda esa so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Isroil hujumlari chog'ida 78 kishi halok bo'lgan. Eron Qizil yarim-oy jamiyatining ma'lum qilishicha esa Isroilning zarbalari mamlakatning 12 ta viloyatida kamida 95 kishini jarohatlagan. Eron bo'lsa halok bo'lgan qo'mondonlar o'rniga yangilarini tayinlab bo'ldi. Jumladan general-mayor Abdulrahim Musaviy Eron qurolli kuchlari bosh shtabiga boshliq etib tayinlangan bo'lsa, Muhammad Pakbur Islom inqilobi qo'riqchilari mudofaasi bosh qo'mondoni etib tayinlangan. Shuningdek, general Ali Shodmoniy Xotam al-Anbiyo favqulodda vaziyatlar qo'mondonligi rahbari lavozimiga tasdiqlangan. Isroilning 2 bosqichli dahshatli havo hujumidan so'ng eronliklar Isroil bilan urushni talab qilib namoyishlarga chiqdi. Tehron va Eronning boshqa shaharlaridagi ko'chalar odamlar bilan gavjum. Ular Isroilning aholi turar joylari va yadro inshootlariga bergan zarbalariga zudlik bilan harbiy javob qaytarishni talab qildi.